Bu haqiqiy ihsondan maqsad shu, siz aziz jamoatni duolarini olish. Biz so'zda o'tirgan 4 ta odamning duosi emas, sizlarning duolarini olish uchun shuncha harakat, shuncha xarajat, shuncha mehnat, shuncha sarf, shu ikki og'iz shu bolani duo qilib bersin deb qilinadi. Bu degani buni qilmasa duo qilmaymiz degani emas. Haqiqa o'zi qilinishi, Xudo bergan farzand ne'matini shukr qilib, shukronasiga o'sha tug'ilgan go'dakni dadasini qarzi bo'lmasa, o'zi muhtoj bo'lmasa, qilsa chiroyli yaxshi ish. Agar muhtoj bo'lsa, qilmay qo'yadi. Chunki bu bir farz yoki bir vojib amal emas bu. Lekin farzand faqat ne'mat emas, farzand ham omonat hisoblanadi. Faqat farzand ne'mat emas, ne'mat va omonat bo'ladi. Ne'mat Allohning ne'mati, omonat Allohning omonati. Ne'matga shukr so'raladi, omonatga nima qilding deb so'raladi. Xo'p, har bir narsani shukri qiyomatda so'raladi. Alloh Qur'oni Karimda biz sizlarga bergan narsalarimizdan so'rab olamiz degani shu shukr haqida aytilgan. Xudo bizga nima berdi desa, bizda nima bo'lsa o'sha berilgan narsalar Allohning in'omi deyiladi. Onaning qornida paydo bo'lish kunimiz bor. Masalan, 60 ga kirgan bola 60 yil 9 oy oldin onasining qornida paydo bo'lishni boshlagan. Odatda inson 9 oyda tug'iladi. O'sha onaning qornida sekin-sekin bizda yasayapman deydi-yu. Yaratila boshlaydi inson. Lahta qon bo'ladi, sekin-sekin a'zolari shakllanadi. Deb qarasangiz, o'zi bir narsani paydo bo'lishi o'zi katta mo'jiza. O yeyotgan narsamiz 4-5 oy oldin yo'q narsa edi. Biz yeb ketaveramiz, lekin e'tibor bersangiz, cho'pni ichidan chiqqan shuncha bir maza, ta'm, uning ichida suv, uning hidi, uning shakli, uning rangi o'zi aslida odamni o'ylantirish kerak. Bu juda katta mo'jiza bu. Siz va men yaqinda yo'q edik, Xudo bor qildi, bor qilib ham insonning mexanizmini tafakkur qilsangiz, shuncha narsani yeb ichamiz, qoniga, ahlatiga vitaminlar A, B, D bo'lib ajrab hammasi joyiga ketaveradi. Shuning uchun inson organizmida bitta joy sal neto ishlasa, doktor tekshiradi, sizda deydi, falon vitamin kamayibdi deydi, falon a'zoyi zo'r ishlamayapti deydi. Masalan, svicha kirlanib qoldi deydi, tozalab beradi. İnsonda ham organizmi shu yerda mexanizmda bir olam. Xullas, shu o'zimiz jasadimiz ichidagi va tashidagi va hayotimiz tashqari hayotda foydalanayotgan narsalarimiz, uni kislorod ham Xudoning bergan ne'mati. Tepaga chiqsangiz kislorod yo'q. Tog'li joyda o't yoqsiz ovqat pishmaydi. Teparoqqa chiqsangiz choy qaynamaydi. Kislorod kamda, yo'q bosim kam. Mana bu yeyotgan ichayotgan narsalarimiz, bu tinchligimiz, xotirjamligimiz, pul ne'mat, uy ne'mat, xotin ne'mat, er ne'mat. Xullas, Alloh taolo ne'mat haqida bizga informatsiya berganda, ma'lumot berganda aytadiki, men bergan ne'matni deydi, sanayman desang tugatolmaysan deydi. Bu degani sanab agar qo'limizda bitta sanaymiz desak, tugatib bo'lmaydi. Uni pulini hisoblayman desangiz, endi u bozori yo'q, narxi yo'q narsalarda bular. Umrda pulga sotib olmaydi. Ko'rishdi, eshitishdi. Tug'ma eshitmaydigan odamni har qancha pul bilan ham eshitadigan qilib bo'lmaydi. Tug'ma ko'rmaydigan, gapirmaydigan, yurmaydigan. Shunday insonni har qancha dunyo sarflasin otasi, onasi, lekin uni ular jinnini davolab bo'lmaydi-yu, tug'ma jinni insonni, tug'ma kar ko'raman. Mana Xudo shu haqida so'rayman dedi. Ya'ni nima degani desa, shu bergan narsamni nimaga ishlatding deb so'raydi. Chunki
Bu berilgan narsalar bilan kimdir jinoyat qilishi mumkin. Shu berilgan narsalar bilan kimdir yaxshi ish qilishi mumkin-da. Hayotda yomon ish qilish uchun ham, yaxshi ish qilish uchun ham insonning bitta a'zosi kerak bo'ladi. A'zosiz yomon ish qilib bo'lmaydi, a'zosiz yaxshi ish qilib bo'lmaydi-da. Kimdir og'zi bilan aroq ichsa, kimdir og'zi bilan choy ichadi, kimdir og'zi bilan birovni onasidan kelib so'kinsa, kimdir og'zi bilan onang yaxshimi deydi. Kimdir qo'lda aroq ochadi, kimdir kitob ochadi. Kimdir kallani ishlatib o'g'rilik qiladi, kimdir aldaydi. Chunki bitta odamni aldash uchun kalla kerak-da, to'poy odam aldalmaydi-yu. To'poyda u ongi pasrab aldashni ham yuklanmaydi. Ana aql bilan kimdir do'zax sotib olsa, aql bilan kimdir jannat sotib oladi-da. Kimdir qo'lida odam o'ldiryapti. Kimdir qo'lida odam qutqarib olyapti. Kimdir topgan pulni qimorga tikyapti. Kimdir ehson sadaqat, otaga, onaga, xotinga, bolaga sarflayapti, uyiga, o'ziga. Endi kimga qanaqada xullas. Hayot hammani o'ziniki. Siz hayotingizga men xo'jayin emasman, meni hayotimga siz xo'jayin emassiz. Siz og'zingiz, o'zingiz qo'lingiz. Meniki ham shu, siz ham menga xo'jayin emassiz, men ham sizga xo'jayin emasman. Faqat shu hayotda ish yuklangan insonlar bor, meditsina bor, organ xodimlari bor, duradgorlar bor, sartaroshlar bor, shular qatorida domlalar bor, qorilar bor. Hamma o'zining yo'nalishida xalqqa foyda zararni aytadi. Uqtir aytadi, buni qilmanglar, buni qilinglar. Kimik domla aytadi. Mana moddani monga aralashtirsang bomba bo'ladi, moni aralashtirib monga aralashtirsang atir bo'ladi. Atir ham chemikat-ku. Deganim, xuddi shuni singari biz domlalarning ham ishimiz shu, sizlarga nima to'g'ri, nima noto'g'rini aytish. Endi uni o'zingiz bilasizlar. Biz ma'ruzalarda aroqchi bo'lmaydi, Xudo ichma degan, ichgan odamni Xudo yomon ko'radi, azoblaydi, ichmagan odamni Xudo yaxshi ko'radi deymiz. O'zi biladi endi. O'zini og'zi, o'zini puli. Namoz o'qish kerak deymiz. Alloh Qur'onda namoz o'qigin degan. O'qigan odam katta savob oladi, o'qimagan odam katta gunoh oladi. O'qiganga Xudo jannat va'da qilgan, o'qimaganga Xudo azob va'da qilgan deb aytish bizning ishimiz. Eshitasizlar sizlar. Xolos siz o'qiysiz, xolos o'qimaysiz, o'zingiz bilasiz. Chunki inson o'zi hal qiladi do'zaxga kirishini, inson o'zi hal qiladi jannatga kirishini. Siz ishingiz bilan Xudo meni jannatga kirgizmaydi. Yo meni ishim bilan sizni do'zaxga tiqmaydi Xudo. O'zingiz javob berasiz. Chunki jinoyat siz o'zingiz qamalasiz, meni qamaymaydi. Sherik bo'lsa men ham qamaydi. O'sha siz bilan bitta joyda o'tirib billa yaxshi ish qilsam, menga alohida ajr, sizga alohida ajr beradi. Masalan, bitta jinoyat ikki kishi bittasi 14 yilga, bittasi 3 yilga qamaladi. Nimaga unaqa? 14 yilga qamalgan u asosiy roldagi inson. Ana 3 yil 4 yilga qamalgan u qarab turgan xonas. Jinoyatni yashirish ham jinoyat deydi, qamaladi iloji. Qonun bor shunaqa. Shu singari rizo ma'siyat ayni ma'siyat deyiladi. Men gunoh qilib tursam, siz qilmasangiz ham o'sha yerda qarab o'tirsangiz, billa sherik bo'lasiz-da. Gunoh bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom hadislari bor. Qaysi birlaring yomon ish ko'rsalaring, uni qaytaringlar degan. Qilma, agar sharoit ko'taradigan holat bo'lsa, qo'lda to'xtatish kerak. Shuni ichma, yo meni o'g'irlikni qilma. Nimaga sen doim qo'shnini, xotiniga, keliniga go'layverasan? Qarama. Saniki ham qarasa achchig'ing keladimi? Yo'q, kelmaydi. Sen dayus o'zing, dayus emas. Qaramasan. Birovning xotiniga qarama, keliniga qarama. G'iybat qilayotgan odamni o'chirish kerak. Gapirma, g'iybat. Rasululloh payg'ambarimiz aytganlar, zinodan yomon gunoh deganlar-da. Sen o'zing gunohkor bo'lsang mayli-yu, lekin biz ham gunohkor bo'lamiz hozir tek tursak. O'zing ket, qaytib kelma oshga, ketib o'tirma. Deb yo siz ketishingiz kerak, yo meni haydab olishingiz kerak. Ikkovidan bittasi. Musulmon yomon ishga rozi bo'lib o'tirmaydi. Musulmon
bir inson haqida yomonlanayotgan bo'lsa, agar musulmon bo'lsa-da endi bu fosiq, johil, munofiq odam o'tiraveradi. Fosiq, johil, munofiq bular ham musulmon toifasiga kiradi, lekin uni musulmon deyilmaydi. Fosiq bor, johil bor, munofiq bor. Kofir bas, Xudoga ishonadi, payg'ambarga ishonadi. Mahallasida o'lim bo'lsa, kelib duo qiladi. Janozaga keladi, kak musulmonlarga yuradi. Lekin u yomon ishlarni ham hammasini qilaveradi. Ichi boshqa, tashi boshqa bo'ladi. Tili boshqa, dili boshqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi, shunaqa. Musulmon bilan bo'lmasligi kerak. Ichi bilan tashi, tili bilan dili ikki xil bo'lmaydi musulmon. Musulmon o'zi tarjimasi yaxshi odam deganida, musulmon degani yaxshi odam degani. Ya'ni musulmon inson yomon ishlarni qilmasligi kerak musulmon. Musulmon odam yomon ishlarni qilmasligi kerak. Yomon ish ko'zga ko'rinadigan bo'ladimi? Ko'zga ko'rinmaydigan bo'ladimi? Chunki ishlar bor ko'zga ko'rinadi, ishlar bor ko'zga ko'rinmaydi. Masalan, g'iybat qilsangiz bir insonning qoni to'kilmaydi yoki bir joy zarar ko'rmaydi, lekin bunaqa katta gunoh kabira. Keyingi yomon ishlar bor ko'rinadi, masalan, o'g'irlik, qon to'kish. Musulmon inson qon to'kish tugul, hatto birovning obro'sini to'kmaydi. Hozir birov haqida gaplashish yo birov xalq ichida sharmanda bo'lsa, xursand bo'ladigan, battar bo'lsin deydigan musulmon ko'payib ketdi-da. Musulmon bunaqangi pastkash odam bo'lmasligi kerak. Bir musulmon zarar ko'rsa, xursand bo'lmasligi kerak. Bir yutuqqa erishsa, hasad qilmasligi kerak musulmon inson. Islom shu. Payg'ambarimiz alayhissalom bizga faqat do'ppi, sallaki ishni o'rgatmaganlar-da. Faqat soqol qo'yishni o'zini o'rgatmaganlar Payg'ambarimiz alayhissalom. Payg'ambarimiz alayhissalom bizga hayot tarzini o'rgatganlar. Ham amaliy, ham nazariy o'rgatganlar. Ya'ni 23 yilda gapirib o'rgatdilar va amalda bajarib ko'rsatib o'rgatdilar. Nazariya bor, ya'ni amaliyot bor-da. Oldin mehnatdan dars o'tardik, bugun amaliyotda maktabda ukasga qilardik, o'zimiz urgan. Domlalar berardi, ya'ni o'zimiz urishardi, sho'qilib qilib. Yaxshi urishgan ekan. Ja bo'lmasa ham, lekin yaxshi, yomon odam bo'lmadinglar, yaxshi bo'lmasa ham. O'sha ukaskalar hurmati o'sha. O'sha urgan ustozlariga mingdan ming rahmat deyish kerak deyman men o'sha payt deyman. U sho'g'liqlarimizga o'zi bizni undan battarroq qilish kerak edi. O'sha domlalarning zo'ri bilan 2 kere 2 4, 7 kere 7 49 ish o'rganib olganmiz xudoga. Agar o'sha ukaska bo'lmaganda o'qimasdik ochiqni aytganda. Suyagi bizga go'shtsizlik degan oldi otalar. Ustozga beryapti go'shtsizligi, suyagi bizga degan. Keyin tarixda Beruniylar, Buxoriylar, Samarqandiylar, Ibn Sinolar, Yetuklar shuni uchun chiqqan. Hozir go'shi bas, qulog'idan tortib ko'rsa hozir oilaviy tog'asidan tortib hammasi borib oladi ustozdan degan. Tug'ib qo'yibsanmi, boqib qo'yibsanmi? Shuning uchun hozir bitta bolaga 7 ta mahalla ota-ona degan narsa yo'qolib qoluvdi. Hozir 17 yashar bola 50 yasharga gap qaytaryapti. Bemalol. Desa bet deydigan, hayiqmaydigan bo'lib qoldi. Ikki tarafda sabab bor. Bittasi yoshlarda tarbiya chatoq, ikkinchisi kattalarda yoshlar hurmat qiladigan salobat, fazilat juda ko'pida yo'q. Juda ko'pimizda yoshlar hayiqadigan va bizdan ibrat oladigan bir namuna yo'qda, kattalar o'zimizda ham. Chunki yosh katta inson yoshlarga namuna bo'lish kerak-da o'zi. Aytaman, kechgacha tog'li tayda narda karta o'ynab o'tirsak, nimamiz namuna bo'ladi? Yo o'zimiz kayf to'yda o'nga tushib tursak, yo'lda do'konda oldida o'tirib olib ichib o'tirsak, tilimiz shalaq bo'lsa o'zi so'kinadigan. O'zi
Soqol oppoq, qo'lda sigaret tursa, yoshlar hurmat qilmaydi. To'g'risi. O'shanga loyiq ham bo'lishimiz kerak biz tomon. Ba'da yoshlarga ham tarbiyasiga jiddiy e'tibor berish kerak. Chunki din bu tarbiyadan iboratda. Payg'ambarimiz alayhissalomda tepada aytdimki, Rasululloh bizga faqat salla do'ppi kiyish, uzun ko'ylak kiyish yo soqol qo'yishni o'zini o'rgatmaganlarda. Payg'ambarimiz alayhissalom bizga 23 yil payg'ambar bo'lgan bo'lsalar, bizga inson bolasi, musulmon inson, shaxs qandoq bo'lish kerak ekanligini o'rgatganlar. Musulmon shaxs mana bundoq bo'ladi. Musulmon faqat namoz o'qish degani emas-da bu. Musulmon faqat masjidga kirib yuradi. Bu hayot faqat masjiddan iborat emas-da. Ibodat bilan birga inson hayot. Din bu hayotdan iborat. Ya'ni inson hayotida nima kerak unga? Hamma narsani Xudo dinida mukammal tarzda o'rgatgan. Chala qolib ketgan joyi yo'q. Bizda nimadirlar chala bo'lishi mumkin. Usta shogirdiga o'rgatganda o'zida borini o'rgatadi, chala bo'lishi mumkin. Kitob chala bo'lishi mumkin. Umuman ko'p narsada. Lekin bu din farishta yo bandani dini emas-da, bu din Allohimizning dini bo'lganligi uchun bu din mukammal din. Mukammal degani kamchiligi yo'q va oshiqcha narsa yo'q degani. Kamchiligi ham yo'q va oshiqcha narsa ham yo'q. Dinga aqllilik qilmaslik kerak. Dinga siz bilan mandaqani aqlliligi umuman kerak emas. Muhtoj ham emas Allohning dini. Endi bu fizikaga kerak, qurilishga kerak, dehqonchilikka kerak. Kallani ishlatib ish qilinadi. Endi Xudoning diniga aqllilik qilmaslik kerak. Xudoning dinini shundoq o'qib, shundoq amal qilsak bo'ldi. Unga qo'shimcha qo'sh, oshcha narsa olib tashlab, narsa kerak emas. Alloh dini haqida ma'lumot berganda din yengil deydi. Dinda odamlarga malol keladigan, odamlar qo'lidan kelmaydigan narsa yo'q Allohning dinida. Bu degani bugun nimadirni qilmayotganlar yoki nimadir yomon ishdan men qaytarmayapman deyotganlar, bular hammasi yolg'onchilardir. Tashalmayapman, o'rganib qolibman, boshlanmayapman, tilim kelmayapti. U hammasi yolg'onchi bular. Chunki dinda til kelmaydigan hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Dinda vaqt yetmaydigan, pul yetmaydigan, odamni kallasi olmaydigan, fiziki kuchi yetmaydigan hech nima yo'q dinda. Chunki pirra o'ynashdan janoza namozini o'rganish osonda. Pirradan oson janoza namozi. Namoz 5 mahal namoz, kurt, narda o'ynashdan oson o'rganish. Lekin ichimizda 99% musulmon narda, pirra, kartani biladi, 99% odam janozani bilmaydi. Bilmaydi. Shunday boradi. Saloti janoza desa, tika turishni bilamiz xolos. Bu janoza ibodat, u yerda o'sha o'likka, o'sha quloq qoqqandan keyin chiroyli duolarni qilgani boradi. U duolar yozib qo'yilgan. Allohumma g'firli hayyina va mayyitina va shahidina va g'oibina deb. Ya'ni Allohim bizni kechir, tiriklarni kechir, o'liklarni kechir, chetda borlarni kechir, bu yerda yo'qlarni kechir. Erkaklarni kechir, ayollarni kechir, go'daklarni kechir, kattalarni kechir deb turib, keyin oxirida Allohumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi, agar shu o'lgan o'lik yaxshi amallarni qilgan bo'lsa, Allohim yaxshiligini ko'paytirib bergin. Va in kana musian, agar yomon ishlar qilgan bo'lsa, fatajavaz anhu, bundan o'tkin kechirgin buni deb duo qilinadi. O'sha janozada o'qiladigan narsa 4 ta anekdot chaligan emas, bag'yosi. 150 ta anekdotni biladi, janozada 2 ta narsani yodlamagan. Odamda vijdon bo'lishi kerak-da, vijdon. Masalan, 3 yil yurgan shogirdga o'sha ustoz ana narsani bilan qilib qo'y desa, men bilmayman desa, 3 yil nima qildingsan? Vijdoning bormi deydi. Sen vijdoning bormi deydi. 3 yildan nahotki bitta taxtani chokini keltiradigan tekis kesilmasa, elektrik bo'lsa, kabelni tortib bitta joyga bitta tochka tushirib berolmasa, 3 yillik shogird. Vijdoning bormi degani bu.
Shu singari musulmon inson biz Xudoga shukr. Kofirmisan desa yo'q deymiz. Sen o'lsang janozangni o'qimaymiz. Sen nima deyapsan deymiz. Yo benikoh yashaversa yo'q deymiz. Xo'p. Endi musulmonlik bu to'rtta amal emas-da. Masalan, musulmonlik deganda bizda bugun marosim o'lsa to'n kiyib turish, shular shuni qonunida. U dinga taalluqli narsa emas bu. Din faqat marosimdan iborat emas, din halol hayot, chiroyli hayot, go'zal hayot. Din har bir insonda haq-huquqlari bo'ladi. O'sha haq-huquqlar paymol qilinmasdan yashaladigan hayotni din deydi. Otani haqqi bor, onani, bolani haqqi bor, erni, xotinni, uydagi boqilayotgan hayvonni haqqi bor, qo'shnini haqqi bor, shogirdni, ustozni, Allohning haqqi, payg'ambarning haqqi. Haqlardan iborat. Din shu haq-huquqlar paymol bo'lmasin deydi. Buni qo'shni bir-biri bilan urushib bo'lmaydi. Narsa so'rasa qizg'onchilik qilib bo'lmaydi. Chunki Alloh Qur'oni Karimda qo'ni qo'shnisi narsa so'rasa bermaganlarga do'zax bo'lsin deydi. Ketmon so'raydi, kurak so'raydi, aravacha so'raydi, to'rtdan non so'raydi. Shularni bo'p turib bermagan odamlarga Alloh Qur'onda aytgan, ko'plarni yodlagansizlar. Va yamna'udan ma'un degan joy keladi, Xudoning gapi. Ana shu xuddi shunday degan. Ya'ni odamlar narsa so'raganda bo'p turib qizg'onchiqligi uchun bermaganlarga azob bo'lsin deydi Xudo. Bu din bu. Bu sizni ixtiyoriy yo ma'ni ixtiyoriy narsa emas. Bu din. Musulmonmisan, ha musulmonmi? Ras musulmon bo'lganingdan keyin ulug'larning gaplari borda, hamma ishingda musulmonmi? Tamom. Gaplashyapsizmi? Og'izdan yolg'on chiqmasin, aldov chiqmasin, so'kinish chiqmasin, tuhmat, g'iybat, birovni dilini og'ritadigan narsa chiqmasin. Ras musulmon bo'lsak. Musulmon bo'lsak, og'zimizdan harom narsa kirmasin. Musulmon bo'lsak, qalbimiz haligi ichi qora, ichi balchiq, ruslarda gnida deydi, bir ichi yiring odam bo'lmasi kerak. Musulmon sof dil bo'ladi. Sof toza degan. Mana hozir men salfetda sof. G'ubor yo'q. Ishlarsiz soflikdan ketadi. Sof toza degan. Inson musulmonning qalbi shunday bo'ladi. Nimadan? Musulmonning qalbida boshqalarga nisbatan nafrat bo'lmasligi kerak. Kim yomon desa, men yomon deyish kerak. Odamlar yomon, anu yomon emas, siz yomon, men yomon. Musulmon men yomonman deydi. Qo'shnisi bilan urushsa, kim aybdor desa, ikkovi men aybdorman deydi. Er xotin urushib qolsa, xotin men aybdorman deydi, er men aybdorman deyish kerak. Hozir men aybdorman degan musulmon endi bilmayman, onasining qonida ham yo'q o'zi kerak emas. Siz meni ayblaysiz, men sizni ayblayman faqat. Xo'p, siz oqmisiz? Ha, oq. Men ham oqman. Unda nimaga urush chiqdi? Ikkovimiz oq bo'lsak. Siz o'zingiz oqlaysiz, men o'zim oqlayman, er o'zini oqlaydi, xotin o'zini oqlaydi. Ikkita qo'shni u ham o'zini oqlaydi, bu ham o'zini oqlaydi. Ikkovimiz oq bo'lsang nimaga urushasan bo'lmasa? Ikkita oq narsa urushmaydi. Musulmonning qalbida boshqalarga nisbatan hasad degani ko'ra olmaslik, kuykanaylik degan. Musulmon inson boshqa musulmonlarga hasadgo'y bo'lmaydi, kuykanay bo'lmaydi. Qo'shnisi yaxshi ishga kirsa, mashina olsa, uyini o'rnasa, zo'r to'y qilsa, zo'r yashasa, zo'r biznes qilsa, musulmon inson agar haqiqatdan musulmon bo'lsa, kuyib yonmaydi. Kuyib yonmaydi. Va bugun aka-ukalarni bir-biriga kuyayotganlarni ko'ryapmiz. Hasad qilib. Ko'ra olmaydi akasini yoki ukasini. Kelinlar bir-biriga kuykanaydi. O'sini uziy taqsa o'lib qolay deydi, infarkt bo'lib. Qo'shnisi mashina olsa kechasini uxlamay chiqadi. Odam bu darajada razil bo'lmasligi kerak-da. Islom bizga shuni ta'limot beradi. Bu islom faqat joqqa soqoq do'p kiyib olmas. Din bu faqat Qur'on hadisning o'zidan iborat emas. Qur'on hadis bizga to'g'ri noto'g'ri, halol harom, jannat do'zax tushuntiradi. Bu kasb, hunar, tirikchilik,
Bu narsalarni bizga ximiya o'rgatadi, fizika o'rgatadi, matematika o'rgatadi, zoologiya, biologiya o'rgatadi. O'zi zoologiya, biologiya hayot o'zi kerak. O'simlik ham kerak, hayvonot ham kerak. Meditsina kerak musulmonga, bag'iyosiz. Matematikani bilmagan musulmon qiynalib yuraveradi. Musulmon inson uchun nima kerak bo'lsa shuni o'rganishni din bizga farz qilgan. Masalan, hozir elektr energiyani biladigan mutaxassislarning ichimizdan chiqishi farz bo'ladi. Chiqarmasa gunohkor bo'lamiz. Ayollarimizga tegishli bo'lgan doktorlarni chiqarish ichimizdan farz bo'ladi. Yani qori masalan Toshloq tumanimizda birorta qori bo'lmasa hamma gunohkor bo'ladi. Agar bitta qori chiqsa hammadan soqit bo'ladi. Farzi kifoyada Qur'onda hammasini yodlash. Farzi kifoya degani bitta ikkita odam qilib qo'ysa, qolganlardan soqit bo'ladi degan. Zayn bor. Misol namoz, hamma o'qish shart. Shuning singari ichimizdan Toshloq tumanida hozir 213-215 ming atrofida aholi bor Toshloq tumanida. Shuni deyarli 49-50% ayollar. Bu degani 100 ming atrofida ayollar bor. Toshloq tumanida o'zini aytyapman. 100 mingta ayolga nechta ayol mutaxassis doktor kerak? Agar chiqarmasak, hammamizga gunoh yoziladi. Nimaga? Chunki ayollarimizni badaniga yara chiqsa, misol, ayollar o'zining doktori bor, shuni ayol kishi ko'rishi kerak. Endi murakkab kasallar bor, uni ayol kishini fitrati, xilqati uni ko'tarmaydi. Yorib, ochib, ichak-chavog'ini yoniga olib turib, ichini remont qilib, tiqib, tikib qo'yishlikda ayol kishini fitrati ko'tarmaydi. Endi uni iloji yo'q, erkak kishi qiladi uni. Jarrohlik. Lekin jarrohlikgacha bo'lgan yengil, masalan, bitta ayol erkak kishiga og'zini ochib yotib kishini ko'rsatgani qatta-yu, ayol kishiga og'zini ochib kishini ko'rsatgani qatta. Tish doktorligi bemalol eplaydi. Masalan, implant bir murakkab temir qatirib qo'yadigan tish qo'yishni eplanmasa bilmadim, undan bag'i tishni davolash yoki og'riyotgan tishni olib qo'yish. Shunaqa xullas kerak bo'lsa kerak, bir hech bo'lmasa bir 100 mingta ayol kishiga hech bo'lmasa bir 5 ming doktor kerak bo'lsa kerak deb o'ylayman men. Har xil mutaxassislikdan, teri doktorlog, masalan, shunga o'xshaganda ginekolog. Ana shuni biz chiqarmasak, hammamizga gunoh yoziladi. Hammaga. Masalan, Toshloqqa nechta elektrik kerak? Kerak hammasi. Kamerachi kerak, oshpaz kerak. Bir kunda Toshloq tumanida bo'lsa kerak bir 200 ta to'y. 200 ta oshpaz chiqarmasak nima bo'ladi ertaga biz marosimlarimiz? Keyin uchastkovoy kerak. 213 ming aholiga o'ldim deganda masalan 5 mingta odamga bitta uchastkovoy hisoblaganda hisoblaychi. Uchastkovoy bo'lmasa bir-birini o'ldirib yuboradi hozir. Biz o'ylamaylik bu jinoyatlarni Xudodan qo'rqib qilmayapti bu yoshlar. Qatta Xudodan qo'rqadi. 15 sutkadan, militsiyadan, qamoqdan qo'rqib qilmaydi ko'p. Xudodan qo'rqib jinoyat qilmaydigan musulmon juda ham kam. Hozir nasha ekish bo'ldi, statiyadan olib tashlandi, qonundan desinda, ko'rasiz nechta odam nasha ekan. Uyda bemalol aroq chiqarib desinda, padvonni shuni aroq chiqaradigan qo'yadi. Xudodan qo'rqib jinoyat, harom ish qilmaydigan musulmon juda ham kam, bunaqa taqvodor musulmon. Ha desa, mana shu narsani Xudo qilmaydigan, shuning uchun qilmayapman deydigan bo'lsa, u avliyo u odam. U avliyo. Bunaqa odam yo'q emas, bor, lekin kamda. Qilmaydi bilan qilolmaydini farqi bor-da. O'zbek tilini yaxshi bilamiz. Buni qilmadim yo'q qilolmadim. Qilmadim bu ibodat. Qila olmadim, ha, bugun 35 ming aroqqa pul yo'q. Icha olmadim, u ibodat emas. Lekin pulim bor, jigaram sog', ham yo'q bor, lekin ichmadim. Nimaga? Mana kecha men aroq ichmadim, haromligi uchun. Ilgari kuni ichmadim. O'zi ichmaganman, 47 yildan, 47 kirdim. Endi aytaman-da. Nimaga desa shu Xudo ichmadigancha ichmadim. Oldin dadamizdan qo'rqib ichmaganmiz. Qo'rqardim dadamdan, ochig'ini.
5 ta ekan bo'lgan. Agar bilib qolsa kuyib yuborishgan men. Ularni kaltaydan qo'rqib ichmagan. Keyin madrasada o'qidik. Buni Xudodan qo'rqib ichmas kerak. Bandadan qo'rqib emas, Xudodan qo'rq. Din bizga shu narsalarni o'rgatadi. Ovqatlanish, non sindirish, farosat, kultura deydi, madaniyat, estetika, etika, tozalik. Payg'ambarimiz alayhissalom hovli haqida hadis aytganlar. Musulmonning hovlisi toza bo'ladi, akkuratli bo'ladi. Ig'risgan, chang bosgan, xunuk, tashlandiq bo'lmaydi musulmonning hovli uyi. Bugun musulmonning hovlisiga keling, ochig'ini aytganda, meni mana shu yerda bolasiman u, ko'nglingizni uyga umuman qaramaydi. Bir 8 yilda bir to'y qilganda qaramasa, undan umuman qaramaydi. Agar ular o'g'risi yotadi, jinbos, tashlandiq joylar, toza bo'lmagan joylar jinlarga ofis bo'ladi. Toza joy, pokiza joy farishtalarga ofis bo'ladi. Uyga qaramaydigan, hidlanayotgan, chang bosayotgan xunuk joy to'la shayton bo'ladi. Shipirilgan, tozalangan, atir sepilgan, bir gunoh qilinmaydigan, bir ibodat qilinib, qo'lga tasvoli bir zikr aytadigan xonadonlar bu farishtaning ofisi bo'ladi. Ko'pchilik o'zining uyidan farishtani qochiradi, uyda barakot yo'q deb nolib yuraveradi, недоволен bo'ladi. O'zimizga bog'liq. Xunuk ish bo'lgan joyda farishta bo'lmaydi. Yaxshi ishlarni qilsak, sahar turib tahoratimizni qilib, uydagilar bir-biriga chiroyli munosabatda bo'lib, halol pok bo'lib, o'tirib opa-dada bilan katta o'zi qo'shnini g'iybat qilib o'tirsa, u xonadon qanaqa xonadon? Bekorga aytmagan, ilonni bolasi ilon, chayanni bolasi chayan bo'ladi deb bekorga aytmagan. Qush inida ko'rganini qiladi. Baliq boshidan ayniydi deb bu bekorga aytmagan bobolarimiz. Sabab o'sha uyda opa-dada, katta buva, dada, ona g'iybatchimi, bolalar ham shuna bo'ladi. G'iybatchi bir gniyda, bir yomon, birovni to'ylab hidini chiqaradigan shuna odam bo'ladi. Lekin o'sha joyda opa-dada, katta buva, ona, dada, oilani boshliqlari o'tirganda birov haqida gapirmasa, nevarasiga endi gapirsa, o'ch gapirma. G'iybat bo'ladi. Gaping bo'lsa bor o'ziga gapirib ket. Gapirma battar deb nasihat qilgan xonadondan g'iybatchi bola chiqadimi? Chiqmaydi. Bunday o'tirsa qo'shni taqillatsa, chiqib nevarasi chiqib, hozir kirib opa-dada yo dada yo katta buva yo onani qo'shnimiz aravacha bilan ketmon so'rayapti, darrov olib ber. O'zimizga hozir ishlaymiz yo keyin ishlataveramiz degan xonadondan pishiq, baxil, jimot bolalar chiqadimi? Yo'q, nazorat, saxiy, shedri bolalar chiqadi. Tursa aytaman, opa-dada, katta buva, dada, ona o'zi tahorat qilib tursa, jaynamozga chiqib tursa, baliq boshidan degani baliqni boshi aynasa ketdi, baliqni yeb bo'lmaydi degan. Bilsangiz, baliqni svejiyligini jabrasidan ko'rsatiladi. Jabrani ochadi, mana svejiy deydi. Jabra aynigan bo'lsa, bo'ldi, u baliq aynigan bo'ladi, uni yeb bo'lmaydi. Bu bittasi. Baliq boshidan degani baliqning boshi qayerga ketsa, dunyo o'sha yerga ketadi. Bu degani men misol uyni boshlig'iman, dadamman. Men jaynamozga chiqmasam bolam chiqadimi? Yo qo'l yuvmasdan ovqat yesam bolalarim ham qo'l yuvmaydi. Bu gigiyena, bu din-ku. Bunga din alal nazofati degan payg'ambarimiz hadislari bor. Din tozalik ustiga qurilgan. Dada o'zi tish yuvmasa bolasi tish yuvadi. Dada o'zi tirnog'i o'sib xunugi chiqayotgan bo'lsa, bolasi tirnog'ini oladi. Qo'l yuvmasa bolasi ham qo'l yuvmaydi. O'zi opa-dada nevaralarni enasi-yu achasi qolmay so'kib tursa. Misol, mol ma'rasa, molni bulsidan kelib so'kinadi katta dadasi. Molni bulsini bir narsalar deb so'kar ekan. Buni eshitib katta bo'lgan nevara nima bo'ladi? Original bez bo'ladi, qo'poqlar ekan. Chunki unutmaylik, bolani buzadi ota-ona, bolani zo'r qiladi ota-ona. Nimaga tug'ilgan shaxs u loy bo'ldi, u loy. U kasa ham emas, yo chaynagan emas, ko'zagan emas, faqat u loy, u xomashyo u. Bola bilan ota-onani xuddi
loy bilan kulol misoliga o'xshatadi. Ko'za qiyshiq xunigimi? Loyda ayb yo'q, u kulolda 100% kulolda ayb. Masalan, hozir fohisha nimaga fohisha bo'ldi o'ylaysiz? Ota-onaning aybi bu. O'g'ri, mashinlik, yomon ish qiladigan nimaga deb o'ylaysiz? Ota-onada kamchilik bor. Nimaga? Chunki kulol noto'g'ri shakl bersa, o'ylang loyda nima ayb? Bu degani 25 ga kirgan bola ha bo'ldi, dadamaga aybdor emas. Endi Xudo aql berdi, balog'at yoshini berdi. O'zi ham yo'l tanlash huquqiga ega. Lekin bugun tarbiyaga musulmonlar e'tibor bermaganligi uchun hozirda ular qarasiz, kofirlarda aldov yo'q o'shaninglar. 100% kofirlar ishlaydigan zavod, fabrika, davlatga boringda ishoning sizni aldamaydi, gramada ham sifatida. Faqat musulmonlar aldayapti hozir. Mana Amerikaga boring, sizni aldamaydi firmada. Koreyaga boring, ishoning Xudo desiz kuladi ular. Xudo haqida gapirsa sizni izdivotsa qiladi u. Nima deyapsan sen deydi. İşonmaydi Xudoga. Lekin ishoning mana garantiya boring, sizni aldamaydi. Mana men Amerikaga bordim. Amerikadagi bolalar shu gapni aytdi. Koreyaga bordim. Koreyalik bolalar shu gapni aytdi. Bular aldashni nimaga tushunmaydi bular deydi. Biz sekin o'rgatyapmiz bularga deydi. Kulib aytishyapti shuni. Mana hozir Liboy bozoriga kiring, mana mol bozoriga kiring, 100 ta mol purush hammasi musulmon. Qo'y purush hammasi musulmon. Taxta purush, temir purush, meva purush. Mana hozir uyda tashlanti sentrda sahar hozirgi sezonda birar oydan keyin boshlanadi. Kimdir yong'oq, olma, bir narsalar olib keladi. Bittasi men o'zim bilan ko'zim bilan ko'rdim o'sha yerda. Narsa olgan odam narxini topolmayapti. O'sha olib sotyapti narxini bittasi. Harom-ku bu. O'sha vijdonsiz. O'sha tojikchasiga, forschaga haromxo'r deydi bunaqalar. O'sha uyga non olib keladi o'sha pulni, o'sha vijdonsiz. Bozorda oldida narx aniq bo'lmay turib majburiy o'lgandan battar qilib olish harom-ku bu. Yolg'on harom-ku, aldov harom-ku. Nimaga qo'yni aldab sotadi, molni aldab sotadi? Misol. Faqat nima qilsam aldarkinman degan narsa bilan musulmonlar kalla qatirganligi uchun barakot yo'q, o'smayapmiz. Musulmonlarning dunyoda reyting degan narsasi yo'q musulmonlarning, ishoninglar. Nol ham emas. 0 ham 10 ni bor. Birni oldiga qo'ysangiz 10 bo'ladi. Xavfsizlik, janjal, yo'ldagi janjal, probka, bir-biriga yo'l bermaslik signal musulmonlar. Men yana qayta aytaman, bularni men iymonsizligini emas, yashash tarzini aytaman. Koreya, Amerikada signal deyarli eshitmaysiz. Men Rossiyaga 2-3 marta bordim. Deyarli eshitmaysiz. Bizda-chi bizda ko'ring. Koreyada ko'chalarni ko'rsangiz, ishoning uyimizdan toza. Birorta odam baklashga, ham bor baklashga suvni. Salfetkalar bor, marojniy, uzun salfani bor. Birorta odam beparosat basda tashamaydi yo'lga. Bizda-chi bizda to'q o'sha nos tupurgan, buchoy, baklashga, marojnani salafani orqada to'la bolacha aynida ochib tashab ketaveradi. Nimaga? Roldi dada beparosatda. Chunki dada tashagan shuni. Suvni ichib baqqa tashab ketavergan. O'zi nikkel yasanib olgan parosati g'ijim. Vaholanki din parosat edi. Din tozalik edi. Musulmonning uyidan, joyidan, paypog'idan, og'zidan, badanidan, qo'ltig'idan, chachig'idan yomon hid kelmasi kerak edi. Musulmon akkuratni yashash kerak, toza yashash kerak. Musulmonning is bosgan chang bo'lmaydi. Musulmon urinib ketgan bir piyanani ko'rsangiz 37 yil bo'lgan. Taklanaverib, ichlari urinib ketadi. Tashlab olish kerak bu piyanani. Qoshiqni ko'rsangiz, yo'q, tunikadan bo'lgan zang bosgan qoshiqni uyda ishlatadi. Tashlab olish kerak. Uni bolalarga xunuk, jirkanchli narsalarni qo'yib, xunuk to'shakda, xunuk dasturxonni o'tkazib ovqatlantirib bo'lmaydi yosh avlodni. U tabiati xunuk bolalar bo'ladi.
tabiat toza bo'lishi uchun ishlaydigan charchiqli hidi bo'lmasligi kerak. Tabiat toza bo'lishi uchun hojatxonaga kirganda o'zini axlatini ko'rib o'tirmaslik kerak. Bo'ldi, rivojlandik, biz sirpaytda yashamayapmiz, biz mustaqil bo'ldik. 33 yil bo'ldi, zamon rivojlandi. Hamma yoq rivojlandi. Qo'limizga pul tushdi, oldin tijorat qilgan chay qo'shib qamab olardi, bilardilar o'zlari. Bizni xor qilgan 6 million tonna paxtani bo'ynimizga ilib, bizni xor qilib yuborgan. Nima demoqchiman? Endi qo'yish kerak, biz suvli hojatxonalarni qilib, xom musulmon uyda hammom va qishloq sharoitida 80% odam uyda hammom. Balki 70 bo'lib qolgandi. Mana oydan tushmaganman, shu yerda tug'ilib, shu yerda o'sganman. Juda yaxshi bilaman, 24 yildan beri imomman. Timbo'yi Toshloqda kim yurak qana uradi, qaysi mahalla nima, qayerda qana nimalar bor, juda yaxshi bilaman. Farg'ona viloyat bo'yicha Toshloqda oila buzilishlardan o'rni tepada turadi. Nimaga oila buzilishi ko'p? Sabab yomon odam ko'p bizni Toshloqda. Jinoyat ham o'ziga yarasha normal. Nimaga? Chunki yomon ko'p joyda yomon ish ko'p bo'ladi. Uchun din tarbiya deb bekorga aytilmagan. Payg'ambarimiz alayhisalom faqat bizga namoz o'qishni o'rgatmaganlar-da. Birov bilan ko'rishish madaniyati, ovqatlanish madaniyati, to'kib yema, chappallab chaynama, o'ng qo'lingda ye, qo'lingni yuv, bukigingacha ovqat yemagin. Qoningni 3ga bo'l, bir qismi ovqat bo'lsin, bir qismiga suv ich, bir qismi bo'sh tursin nafas uchun. Shuna agar shuna ovqatlansa inson oshqozon osti bezi ishdan chiqmaydi. Oshqozoni yazva bo'lmaydi. Qoni qo'yg'ilashib, miyaga qon quyilib infarkt bo'ladi, insult bo'lmaydi. Yo yuragiga trom to'planib, qon qisilib qolib infarkt bo'lib qolmaydi. Biz musulmon bo'lib turib, o'zimizni islomga o'zimiz amal qilmaymiz. Ochig'ini aytganda. Faqat nima deydi? Ko'rinish musulmon, nom musulmon. Ochig'ida sen qatdan bilasan, sen o'zingga javob ber. Siz va hayot bizni basharamizni ko'rsatib beradi akalar. Shu territoriyada yashayotgan insonlarda kimligini hayot asl basharasini ochib beradi. Ko'chalar, ariqlar, bozorlar, mozorlar, ko'chadagi odob, axloq, oilalarning mustahkamligi yo buzilishi, jinoyatlar shu Toshloq tumani bizda Shimoliy Muzakkayandan kelib ikkita pingvin jinoyat qilmaydi albatta. Toshloqda o'g'ri shitda o'g'rilik qiladi. Shitda fohishat, shitda ayoli. Buzug'i. Tuhmatchi, yolg'onchi, kazzobi, zo'ravoni. Mana shulardan men bilaman. Shundan kelib chiqib men hayotda olaman ma'ruzani. Misol, yaxshi insonsan, unaqasan ko'rmaysiz. Nimaga yaxshi bo'lsa, ajrim to'lyor. Jinoyatlar to'lyor. Birovni pulini olib bermaydiganlar, kiring rayat deyilgan. Kiring tergovchilardan delalarni so'rang. Mashinanglar delasi boshingizdan o'tib ketadi agar tersa ayog'ingizda. Din insonni hayotda yaxshi inson bo'lishi, oxiratda jannatga kirishini ta'minlab beradi. Uchun biz faqat o'lgan dadamga ihson qilishni dinni tushunmaydi-da. Bugun 3, 7, 20, 40 qilib sanab ihson qilyapti bechora odamlar. Vaholanki dinda yo'q bu ihson. Men buni bor yana salkam 20 yildan beri gapiraman. Boshida gapirmaganman. Keyin bilsam ihsonga aytishyapti, kirsam qovun tarqatyapti. Nima qovun turishmi ularsa? Yo'q, qovun ihson deydi. Nima bu qovun ihson? Men bilmayman-da to'g'risi. Qovun pishgan deymish, ihson qilarkan o'tganing. Uyda o'tizdan bitta bola 20 yashar, gul olib kelyapti. O'g'il bola menga gul beryapti. Tushunmadim. Bundan tashlaymi desam, "Nega dam solar ekansiz?" Gulga nima dam solaman desam, "Opadan o'lurlar, shuni go'riga qo'yib berar ekanman." Men turib qatib qoldim-da, gul, dam solish, go'r nima bir-biriga bog'lanmayapti ekan. Endi mantiqan to'g'ri kelmayapti u. Hozir bir mashina shag'alni ko'tarib kelsin, bittasi shekil, shibenkani oshga sovorasiz. To'g'rilanmaysiz mantiqan, shunaqa to'g'ri kelmaydi. Bir qop guruch olib kelsangiz to'g'ri keladi.
Nimaga bir gulga dam solamansa, shu dam solarga borib gulga qo'yamiz. deya o'ylayman buni narsa emasda. Din shpirga, issig'i, bir balo issig'ini dinga nima taalluqli joyi bormi deb o'ylab qolasiz. Yo sumala yo xolveta, chalpa. Xuddi sumala vitaminga boy ovqat. Oldin cho'ka krem shikolatlar bo'lmagan iloji xolveta deganda nima yeydi xalq bechora. Oldin ocharchilik bo'lgan bunaqa gijdonlar bo'lmagan nima yeydi chalpa yeganda bechora. Dinga nima taalluqli joyi bormi? Shpirga nima deb o'ylab qolasiz? Nima taalluqli bor dinga? Tikka qilib bo'lmaydi, odamga tegsa halokat bo'ladi. Tavba. Qalampir, shanbaga pul berib bo'lmaydi. Xotirlar 52 ning ehson qilyapti. Keyin so'radi meni. Nima bo'ladi 52 kunda desam, o'likni suvaylari ajralmish bo'g'onlari, o'shanda elkin ehson qilish kerak. Kirib ko'rib chiqishdi o'shani 52 kun sanab. Bittalari ichkarida o'tirishganiga 52 kun ajrayapti desa, ana 52 kun ehson. Qor bilasizlar, birinchi qorda ehson qilib yurishadi xotirlar. Tavba. Mozorga borib, chalpay qilib, mozor nima restoran bu? Mozorga g'o'shim kirib qolib bo'lmaydi. Bu mozor o'lik ko'madigan joy. Bitta yomon odam ibrat olgisi kelsa, borib o'tirib xulosa qiladigan joy bu joy. U chalpay qiladigan, to'q so'yadigan joy. Mayda mozor bor, ishda ham ko'proq mozor deyiladi. Tarixini o'zi birov ham bilmaydi-ku. Kimi qarasa to'q so'ygan bir narsa alohida joy qilib qo'ydi. U mozor u ovqatni yeyiladigan narsani oshxonada, somorda, restoranda qilinadi. Mozor bilan joy emas. Hozir ham ancha tartibga kelib qoldi. Borsiz endi ajoyib edi. Deganim dinda nimaligini tushuntirish bizning ishimizda. Biz gapiramiz, tushuntiramiz. Endi ixtiyor o'zlaringda akalar, xulosani o'zing qilaverasizlar. Biz yaxshi taniysilar. Janozalarda, jumalarda, shunday marosimlarda gaplarni gapiramiz. Agar noto'g'ri gapirganimizni biz bir chekka yopib qo'yishar. To'g'risi. Mana zapis turadi. Hamma zapisini deyarli 99% internetga qo'ydiraman. Agar shaltag'im bo'lsa qo'ydirmasdim, buni ham zapis qildirmasdim. Nabarot zapis qil deyman. Chaqirdim borishida kamera chiqaradi. Menga bu havas emas bu. Zapis bo'lib qolsa, buni keyin ko'radi, o'tirib, to'yda egasi, ayollar, ma'ruzani ishlarida menga nima havasmi videoga chiqish. Deganim, mana libbo'yi xohlagan organiga olib borsin, diniy idoraga olib borsin, xohlagan domlasiga olib borsin. Yozib chizib o'tirib qiynalmasin deyman. Libbo'y tashkilotga olib borsin. Qani, birata, mana sen shu gapni gapiribsan, yo bu dinga yo qonunga to'g'ri kelmaydi desa, men javob beraman. Javob berib olaman. Qamalish kerak bo'lsa qamalaman, ishdan bo'shash kerak bo'lsa bo'shayman. U javob bersan bermasan u so'rab oladi. O'zi diniy idora o'ynab o'tirgani yo'q. Har bitta tuman shaharda qaysi imomni yuragi nechta uradi bilib turadi kerak bo'lsa. Bitta nitoga gapirsin, bir kunga bormaydi. Diniy idora u o'ziga yarasha musulmonlarning diniy idorasi u. Imomlarda hammani og'zidan chiqqan har bir gapni nazorat qiladi. Bu din o'ncha emas-ku. Oddiy fizikada bitta noto'g'ri adasiz portlab ketadi fizikada. Oddiy plyusni minusni bir teskari qilib qo'ying, bang'illaydi o'zi. Endi bu din-ku. Har bitta gapga javob beraman. Mana shu gapirdim-ku. Mana ehson yo'q, mana bunaqa libbo'y kesin, san nima deyapsan? Mana narsa bor, kesin mana kitobi bilan, domlasi bilan kesin. Isbotlab bersin, mana 3, 7, 40 mana hech bo'lmasa o'zbek xalq ertak kitoblarida bor deb olib kelsinchi. O'zbek xalq kitoblarida ham yo'q, ertak kitobida u kun sanab ehson bo'lish. Yo'q, men sog'liq qilmoqchiman dadamga desa, ber $1000 aniga beraylik, ichini olsin. Mahalladagi to'q hoji akalariga, to'q domlalarga yedirmasin. Uyda yesin ovqatni. Yetim, kambag'al, qiynalgan, muhtoj, kasal bir chekada qolib ketadi. Bari to'q hoji dadalar, hoji akalar, qora akalar qorinni ishib o'tiradi. Nima kerak endi?
ber qiynalganga, opangga, singlingga, akaga, ukaga, qo'shniga, sinfdosh, muhtoj. Shu atrofda yo'q deysiz, hozir masalan 15-20 million pul kerak, yo operatsiyaga, dorisiga pul yo'q qilinmayga yo'q deysiz. Mana men topdim. Har juma oldinga 30 ta yag'onlar beradi. Operatsiyam, dorim, kommunal to'lovim, ijaram, mana men topdim. 20 pashka pul olib keling, joyini topib beraman, o'z olib berib chiqasiz. Endi biz musulmon mana hozir shu yerda misol deylik. Bu haqiqat bu shariatda bor mana haqiqat, uylanish to'ydagi, qiz chiqarish to'ydagi ziyofat bu shariatda bor haqiqat. Lekin mana masalan men uyimda desa bugun dadam onam o'tganlar bilasizlar. O dadam onam o'tganlariga bugun 1 yil bo'ldi deb shariatda yo'q ehsonni qilyapman. 200 so'mdan kelgan. Lekin qo'shnim beli grijani operatsiyasi $1000. Farg'onada qilyapti. Shu operatsiyaga pul yo'q, qiynalib yotibdi. Mana ehson bo'ladi o'ylaysiz. Qo'shnim. Ana o'shanga bersin aytinglar. Bitta joyga ko'prik qilib bersin, yo bir suv tushirib bersin. Yetimga bersin, kontraktga yordam bersin. Nechta talabalar keladi. Zo'r kadrlar kontraktga pul yo'q. Masalan, kontrakt deganda biz madrasada o'qiyotgan talabalar tushunmaydi ekan, medinistda o'qiyotgan, yo politexda o'qiyotgan, yo yuridikda o'qiyotgan talabalar ham bizga kerak. Xalqimizga domla qandoq kerak bo'lsa, milisiya kerak-ku bizga. Jinoyatchini mushoq qamash uchun prokuror kerak-ku. Doktor kerak-ku. Taksist, qassob, qorovul, chegarachi, snayperchi, tankist, parashyutdan tashlaydigan, duradigan, qassob kerak-ku, hammasi kerak bizga. Duo qilaylik, Alloh ularning ehsonlarini qabul qilsin, o'zi rozi bo'lsin. Aqidaga sabab bo'lgan bolamiz o'nib o'sib, xalqiga, diniga foydasi tegadigan, ota-onasiga rahmat olib beradigan farzand bo'lib ulg'aysin ilohim. Bu go'dak bolani ota-onalari, opa-dada, katta-bolalari hammalari salomat bo'lsin. Ko'p yillar bularga bosh bo'lib, duogo'y bo'lib yurishlarini Alloh o'zi nasib qilsin. O'tganlari bo'lsa rahmatiga olib, oxiratlarni obod qilsin. Bu joyda o'tirgan hammamizga Allohim o'zing mehribonsan. Ikki dunyo baxtini nasib qilgin. Onamizda, oilamizda kasal bo'lsa shifo bergin, qarzi borlarga yordam bergin, ish yurmayotganlarning ishlariga barakotlar bergin, farzand talablarga solih o'g'il, soliha qiz farzandlarni o'zi ato qilib bergin ya Alloh. Rahmat hammalariga, sog' bo'ling.